Al-avval borligining avvali bo'lmagan, har narsadan avval bor bo'lgan. Al-akhir hamma narsa yo'q bo'lgandan so'ng qoladigan, borligining oxiri bo'lmagan. Al-zohir sifatlari, ishlari va asarlari sababi ila borligi oshkor bo'lgan. Al-batin borligining haqiqati idrok etilishidan pok bo'lgan. Zoti har narsadan yashirin bo'lgan udir. U har narsani haqiqatini biluvchi Al-alimdir. Sherigi bo'lmagan yakka Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Mulk unikidir, hamd unga xosdir.